9-odob. Azmu qaror bilan so'rash. Duo qilishda taraddudlanmasdan, agar xohlasang deb istisno qilmasdan, azmu qaror bilan so'rash lozim. Bu haqda Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, sizlardan biringiz hargiz ey Allohim, agar xohlasang meni mag'firat qilgin, xohlasang menga rahm qilgin demasin. Duoda azmu qarorli bo'lsin. Alloh o'zi xohlaganini yaratadi. Uni majbur qiluvchi yo'qdir dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Shunga ko'ra duo qiluvchi kechirarmikin deb ikkilanmasdan duo qilishi lozim. Bunday duo ijobatga yaqin duo bo'ladi.